Avvalambor assalomu alaykum chorva ishqibozlari, aka-ukalar, qadrdonlar, chorva asro obunachilari. Akalar, bugun bizda ikki bosh o'ta bolalari original, ba'zi birlari bo'g'oz apparat qilib qo'yilgan gibrid va o'zimiz eski shvedlardan bor. Shuni videosini yoritib beramiz. Hop, hafta kuniga Juma 5-iyun. Akalar, mana nima deyapti bu qochalar. Maksimum kuchli. Hop, ma'lumotlarni beramiz. Birinchi bundan boshlaymiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani. Akalar. Mana akalar, buzoqni o'zi boshqa narsa. Janor. Mana. Chista zotga bo'ladigan eski shvedlardan istagan tuyoq. Mana orqa korpuslari. Вообще zo'r. Bu buzog'imiz 40 kunlik, onasi keksa akalar, lekin shu 6-7 ta suti bor. Hozir ertalab sog'ilgan. Mana bolasi. Вообще baquvvatini. Narx-navosini ham birdan-birdan aytib ketaveramiz akalar. Buni bolasi вообще zo'r akalar. Bolasi hozir ham 20 dan ochiqqa ketaveradi. Keyin ona bola sotamiz. Onasini bo'yi akalar 1.35 dan ham tepa chiqib qolishi mumkin. Onasini go'shtga boqsa ham 220-230 kilo go'sht qiladi. Juda katta, yirik suyagi. Bolasini tagiga qo'yib, bolasini zotga boqib qo'ysa ham bo'ladi. Akalar, buni narxi вообще chiroyli bo'ladi. Buzoqda kindigli. Вообще kindigli buzoq. Bularda narxi ona bolaga 40 million so'm, ozgina kami bor. Bolasini o'zini olasa bir 6 oy mehnatini qilsa 35, 38, 40 ga aylanib qoladi. Yelim formalar chiroyli. Bolga gap yo'q. 40 million so'm, ozgina kami bor. Xo'p, bunga o'tamiz. Buni bolasi 3 oylik nari ber akalar. Mana o'ta polvon bolasi. Eski shveddan qo'yilgan bag'baqalarini qaraysiz, buni bag'baqalari. Mana janob. Вообще polvon. Onasi semental gibrid akalar. Semental gibrid. Hozir bu sog'ib olingan. Biz kechroq video qilyapmiz. Buni ham bo'yi 1.30 larga yaqin, 1.30 chiqadi. 1.32 shunday. Mana akalar, bu ikkinchi qorin bolasi, mana 3-qoringa 2 oylik bo'g'oz apparati bor, apparat qilingan. O'zimiz ishonchli buqadan qo'yilgan. Buqasini ham rasmi, hamma narsasi tashlab beriladi. Mollar o'ta xo'ra, yeb-ichish garantiya. Mana aybi nuqsoni yo'q. Bular 3-4 oy oldin oqsildan chiqib bo'lgan. Endi oqsil bo'lmaydi. Oqsil yengil o'tib ketgan bularga. Mana bolasi buqaga o'zimiz ishonarli qo'yilgan. Apparat qildirib qo'yganmiz. Har narsaga qarshi, baribir 2 oylik desak, birov ishonmaydi. Apparat chiqarib qo'ysak, bemalol banal xotir aytsak bo'ladi. Qochirib qo'yganmiz deb. Xo'p. Narxini 47 million ozgina kami bor, deyapti akalar. Nomerlarimiz 99lik 065 O'zir akalar noto'g'ri ketdi. 99lik 056 65 79. Mana shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Hamma ma'lumotini beradi, yana ham telefonlashib tushunmagan yo biz aytib o'tmagan ma'lumotlari bo'lsa, bemalol olaverasizlar. Sog'lom, garantiyali, ishonarli mollar. Mana uni lekin zotga taxlab qo'ysam, buqani. Mashalloh, buqasi zo'r вообще.
Rahmat hammaga, bitta like bosib obuna bo'lib qo'yamiz akalar. Videolarimiz davom etadi. Bugun kitob mol bozoridan syomkalarimiz chiqadi inshaalloh. Rahmat hammaga.